Aytishlariga qaraganda 7 tilni bilar. Hozir 8-chisini o'rganyapman. Sen desam. Yer yorilsa, yerga kirib ketsa, siz hech kim ko'rmay qolsa o'shman. Sanabar degan eshak bo'ladi. Biron marta sanobarni olgan bo'lganmisiz? Sherzod akani eshak ko'rib qolsa, hayrab qochadi. Asoslan obunachilar vashi qilib Tug'ganmi sanabar? Hech qo'yach kerak. bilan olib qo'ysam hozir o'rnib qolaman domini. Endi sizlar aytdinglar, uyalgan narsa yerga kirib ketadigan darajada emas-ku. Ana shu paytda uyaladi. Oh, fantastik. Assalomu alaykum hammaga. Bizni fantastik muxlislarimiz. Va bugungi mehmonimizni tanishtiramiz. Sherzod aka. Sherzod Yevratov janob muxlislari. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kimsiz birodarlar? Charchamayapsizmi? Shunda bo'lish kerak. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaysiz, bro? Hammangizga assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Fantastik shouga chiqibsiz. Rahmat. Shu o'tiribsam maylimi? Mana joy sizni. Bo'ldi, gap yo'q. Mana shu joyingiz yaqin yarim soat, 1 soat ichida mo'jiz ko'proq. Fayzimiz bersin-a. Chiqibsiz. A few moments later. Sanobar ko'tiga biznes qani qo'qadi. Jasna. To'ning yechib, Mana darazlagaman pivo ichgan. jo'raysan. Ya. Ko'p bo'lsin kelganlaringiz. Tag'boz aka rahmat. Kamtar deganiga как раз hozir BMW M3 21-yil mexanikada kelganmiz. Topga. Fantastik ketdi. O'ta kamtar. Yo'q, o'zimniki emas. O'zimniki emas. Turibdi. Rentga Rentaga. Qilish kerak-ku. Mana kompaniyamdan Longhornga ishga ko'rdim. Bu achka o'ziki emasmi? Achki ham birovniki. Da? 10 mingga chiqqanimda tog'am o'g'li padarka qilgan. Bosh homiyimiz bor. ASA Pro Truck kompaniyasi repair o'zlarini shoplariga ega, ularni o'sha ofislarida biz hozir syomkalarni olib boryapmiz. Albatta. Bratanga biza aka, mana shunaqa shou qilmoqchi biza. Deganimizda, bos uka, gazini boski, mana shu yerda qo'rqma deydigan bratanimiz bizlar. Biza kattakon rahmat deymiz. Qanaqadir manfaat yotgani emas. Prosta attushi bizga yordam berdilar. Homiylik qildilar. Traktor tog'alar bemalol trakili buzilib qoladimi yoki hech qayerda tuzata olmayapsiz, katta puldan so'rashyaptimi? O'zimizda akalar repair shoplari bor. Shahbozlar bo'ladi. Bu 24 soat mana yashaydi. 24 Men bo'lib qo'ygan biza. Bilasizmi aka, kuchukni bo'lib qo'yadi-ku, g'arg'ara qilib. Uylada. Sherzod aka nimaga? Boratlar. Yaxshi, sizlar juda ham yaqin o'rtoqmisizlar deyman-da. Bo'lib qo'ygan biza. Uni katta Kelaveringlar akalar. Bemalol kelaveringlar. Besh- Beshigini tervatganmiz. Beshiginicha unaqa tebratmaganman-u, yoshligidan o'tganman tepib katta qilganman o'zim do'stim. Gap yo'q. O'zim o'qib berganman bunga men. O'qib berganman o'zim. Lekin men emmaganman. Aldayapti o'sha payt bilmasdim. O'sha payt hamma ish qilgan. Qalaysiz? Zo'r. Maza Kepsiz. qilaman. Boshlagan ishinglar xudo xolasa xayrli bo'lsin. Juda ham zo'r. Biz ham xursandmiz, natijalarga erishinglar. shu bloger do'stlarimiz qo'llab-quvvatlab hammasi taklifimizga yo'l demasdan kelganingiz uchun kattakon rahmat. Endi Bu narsalar maksimal harakat qilamiz, shu xafa qilmaslik uchun. Bemalol garchilikda. bu Naski Chabriolet. Nima? Chabriolet. Chabriolet? Ha, Toshkentda bu narsa qilib ketdi-yu, Qanaqa deyilmaydi, to'g'ri. Kalta paypoqda. Ha, kalta. Toshkentda haligacha qo'l Siz menga qoldi. qarang. Kalta paypoqlardan Toshkentda emas, Turishingiz ozgina shu beribdi nimadir. Mana shunaqa turishingiz bor-ku. Endi agar bundoqroq qilsam berardi-da. Bunday bermayapti, men bundayroq o'tiribman, tushunasizmi? Ozgina bir. Ozgina farq qiladi. Kinishlaringiz ozgina beribdi-yu, lekin mayli, qay. Bu suvat qanaqa suvat bu? Shahboz aka aytgan tiz sot ko'p emas, $400. Nima alaysiz, falshiviy-ku. Mana bu yerda $10 bor-ku. Nima qilib ko'ramiz? Chizib ko'ramiz, otib ko'ramiz, yondirib ko'ramiz, farqi. Ya, endi bizda bunaqa deshobga soatlarni qiziqmaymiz, bilmadim. Masalan, bizda mana Shahbozda Rolex bor. 25 ming turadi. uyda faqat. Uni olgandan beri taqmaysiz. Yo'q, 1-2 marta taqdim o'zi ASA Pro'ni xo'jayiniga berganman, shu kishi olib to'qib turibdilar hozircha. Shunday, hozir olib bergan prosta. Kerak bo'lsa sizga murojaat qilur ekanmiz-da rentga. Ну да, конечно. Gap yo'q, gap yo'q. Nima gap Xo'p, yo'q? bilasizmi? Siz aytishlariga qaraganda 7 tilni bilar ekansiz. Hozir 8-chisini o'rganyapman. Shu ozgina yolg'on narsa kelyapti. Shu ozgina yolg'on hidi kelyapti. Shu nima 8-chisini o'rganyapsiz? Xo'p, qarang, meksikancha tilda aytingchi. Ozgina kuyyaptimi deyman Abdurash. Pajani chorganmiz, pajani kerak. Mana supi beringlar. Ozgina kuygan hid kelyapti qayerdandir. Yo'q, kuygan hidi yo'q. Men
man ichim qora aka, man ichim qora. Man ichimdan chiqibdi-da masala. Qanday qilib yetti tilda menimcha bilmasa kerak shu deb o'ylayapman-da. O'sha uchun Meksikan tilida, ispan tilida. Shahboz sariq futbol kiygan chiroyli ekan deng qani? Yo'q, men bu Meksika tilini endi o'rganaman. To'xtang, bo'lmasa allaysiz. Qarang. Siz ozgina imom o'lgansiz, kechirasiz. Bunaqa. Qarang, meni ismim Abdurashid degan qanaqa bo'ladi? Mani ismim Abdurashid. Ispanchasiga. Te quiero pendejo, met Abdurashid. Mi nombre es Abdurashid. Buni to'g'ri. ¿Cómo se llama? Ye pendejo. Isming kim degan? Pendejo nima degan bilasizmi? Menga to'kadigan. Men Duolingo'da o'rganaman. U yerda yomon so'zlar o'rgatmaydi. Yaxshi so'zlar. Mana shu sekretlarni o'rgating. Qanaqa qilib mana biz Abdurashidni hali ingliz tilini to'g'ri o'rgana olmayapmiz-da. Qanaqa qilib nima qilsak o'rgansa bo'ladi buni. Abdurashid degan nima? Har kuni yomon kinolar ko'rishdan tashqari. Sizlar faqat ham doshini chiqarib qo'yib turib ko'rasizlar-da, to'g'rimi? Shunday, ha. Uni har xil tilda ham bir xil chiqadi-ku ovoz. Yo'q, Sizlar gapiradigan kino ko'ringlar. Shahboz. Gapiradigan, Meksikan faqat boshqa dosh qiladi, chiqadigan emas-da, ovozi. ya'ni. Gapiradigan kinolarni ko'ringlar, odamlar muloqa qiladi-yu. U sizlar boshqacha dosh chiqaradigan ko'rsanglar kerak-da. Hamma joyda bir xil dosh chiqadi-yu. Ha, u tilga farqi yo'q. Lekin Abdurashid bizdan noto'g'ri Noto'g'ri kino ko'ryapsiz emas Abdurashid. gap foydasi bo'ladi dedingiz Badiiy film. Badiiy film. Abdurashid siz tashab berganda foydasi bo'ladi dedingiz. Foydasi yo'q ekan u kino. Bilmadim, men prosta traktor yurganimda foydasi bor edi aka, 2-3 oy Ha, yurganimda. uyqungiz kelganda ko'rsangiz yaxshi bo'ladi-da, uyqu qochadi. Uyquni qochiradi. Qon yuradi-da. Xo'p, shunaqa videolar ko'rib turasizmi har zamonda? Ko'rmayman desam yolg'on bo'ladi. Ko'rasiz, ne ko'rmaysiz? Tem bo'la Amerikada. Yo, mayli, tem bo'li, bratan. 8 yildan beri yashaydi-ku. Amarasi amerikasi o'qib qo'ygan. Nima masala? Xo'p, mayli, chuqurlashmaymiz demagan, tushungan shunda. Xo'p, Sherzodjon akasi hayotingizda bo'lgan parod narsalardan gaplashsak, qanaqa parod hikoyangiz bor? Esingizga shunaqa uyalib ketasiz. Sharmandalik holat. Shunday Xo Amerikada bo'lsin, xo O'zbekistonda, xo Qozog'istonda farqi yo'q. qayerda sharmanda bo'lgansiz? Yer yorilsa, shu yerga kirib ketsangiz, siz hech kim ko'rmay qolsa o'sha moment. Yo'q bo'lib qolsangiz. Haligacha eslab. Men o'zim sal uyatim yo'radi. Ha, shuni o'zim befarq o'tiribsiz. Qanaqa bo'lgan? Endi unaqa yer yorilmagan, kirib ketmagan deganda endi ikkita holat bo'lgan. Endi Amerikaga kelganimda ishlash kerak. Bolalar Nyu-Yorkda kunniga ishlashadi. Pul kerak. Nimaga ishlashasiz? Yo'q, ishlash kerak-da, pul kerak. Kuniga degan. Kuniga bolalar ishlashadi. Shu bilan nimaga ishlashadi deganlarga kuniga degan. Xayolga haqi bor. Va Yo, siz ravon gapiring-da. Yetti til manimcha bilib, o'zbek tilini esdan chiqib ketganimcha. Yaxshi emas. kunda kunora-deng. Shu bilan sizni razmeringizdagi bitta akam kiyimlarini bergan, men ofitsiant bo'lib ishga chiqqanman. 8XL mi? 8XL. Sababi zakaz chiqib qolgan, u Nyu-Yorkda anaqa-ku, banket bo'lsa chaqiradi. Ama ishim yo'q, akras uyda yotgan bo'lganman, tanishimga akamga. Chaqirasiz, o'yinchimisiz? Ofitsiantchi. Ofitsiantchi o'yinchilik ham qilasiz. Qilib berishim mumkin. Pul bersa farqi yo'q. Siz ana mana qarang, ana kinoda chiqadigan o'yinchi yozasiz, kelib turistcha kiyib oladi-yu, ayollarga borib. Ya, men Qorashdan oq ko'ylakda kelganman. Shunda endi kelganman, 20 yoshdaman. Shu bor peshinda shu hafta esimga kelib qolgan. Oq ko'ylak qorashimda Uchrashuv bor. Chorsuvda. Keyinchi O'shada. ayting, otaxon bo'lib eslamaylar. Bir dasta gul qo'limda. Nanay deb qo'ying. Jo'ra parod qiling bor. Sizlar anaqa so'rayotgansizlar-da, javobini eshitmay ekansiz. Shunaqa bizga vash. Eshitamiz. Vash farqi yo'q. Nima edi ola? Baribir qiziqarli hikoya aytmayapsiz-da. Ayting. Ha, mayli, eshitaylik, mayli. Abdurash nima yedingiz kechqurun o'shanga? Men shu shashlik yedim kechagacha. Osh yeding-ku abetda, qanaqa shashlik yeding? Esimda yo'q-da. Qarang. Qorni ochmadi? Esimda yo'q. Lekin kelishdan oldin to'g'ri anaqa kino ko'rganim esimda. To'g'ri ko'rdimmi motivatsiya. Motivatsiya olib kelding. Bugun kechqurun nima gap? Qo'lni ko'taraman deyman-da. Ko'tara olmasang Xo'p, kerak. kechirasiz. Juda ham важный sizni gapingiz olib ketdi. Juda qiziqadi-da. Juda qiziqadi siz gapingiz. Yo'q, normal gaplashyapsizlar lekin. Yo'q, siz ham gapingizni eshitamiz, mayli. Xullas, student bo'lib kelganman, 20 yosh. Qo'ya olmaysizmi? Ko'tim qo'yapti prosta. Iltimos. Qancha kerak emas. Shahboz bo'lasan. Adoq qildingizmi shahboz? Padarga qilganim yo'q Shahboz lekin. bo'lasan, o'jarasiz, soat. Men man javob beraman. Bir oz gapirsan, shunday hammaga chiqib yomонlaymiz. Baxtli ekan bu deb. Hozirmi? Originalmi?
qani tekshirdi. Shahvoz tushunmaysan. Ishlab ko'ring aka. Shahvoz sana akaga suvating bunaqa nimachilik edi knopkachalik eslaysanmi? Eslaysanmi buni? Kalkulator bor juda. Man umrimda shu o'sha kirib uzuk soat to'qgan odam emasman. Ketdi. Ana bo'lmasa. Erkak kishiga yarashmaydi. Kerak emas. G'irt hatersan, sen o'sha borgandan yomonlaysan hamma narsani. Erkak kishi bo'yniga tros tilla taqib yurishiga qanaqa qaraysiz? Endi bu Taqqanmiz. Taqqansiz hozirchi. Hozir taqmaymiz. Mana buni uyida uzuklari bor, Endi soatlari bor. Yo'q, endi ayoldan battarda. bir vaqtlar shunaqa vaqtlar keladiki odamda. Ko'zni tuman bosib, Bosarchilarni bilmay qoladi. Ko'zni qisish kerak aka. Shu paytda ko'zni qisish kerak, kerak. qish kerak. Darhol. Qo'shilaman. Shu uchun ham men hozir svatizmga berib yubordim. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri tushundingiz. Men bilmam, agar siz Ha. bunaqa anaqa yonar kuyar bo'lganda men uni kalitni ham peshonamga yopishtirib chiqardim bor. Simpar. Hozir achkirini yechib qo'ying-da nafik. Yechib qo'ying achkini. Yechib qo'y achkini. Mana soatni necha pulga olganingizni topaymi? Toping. $1200 ga olgansiz. Arzon bizanki. Marketplace? 1200. Marketplace Mana deysiz. aka sizga bo'lmas. Arson ekan. Mayli, topgan-topganingizga baraka. Marketplace. Yaxshi boshqa. Nima uchun marketplace? Mana shu marketplace. Samandar aka hozirgina mana fantastik showni nimasi yaxshi aka ko'ryapsizmi? Byudjet ko'tarildi. Samandar aka hozirgina ham soatlik, Ham ochkilik. Men o'zi bu aytib turdilar, zo'r. beraman desa, Ha. Oy bilan ham yetkazib beradi-da, Shunday. ishlayapsizmi? Samandar aka shunday o'tirdilar, ochkini to'qib ko'rdilar birinchi. Buni qanday taqadi? Chiq rasm oladi deb. Yo'q qoldi. Qanaqa taqadi uni? Samandar aka, aytadi, nima ish tema bo'ladi? Qo'ying bu siz shunday tursin. Aka, menga qarang, uyga borsangiz ko'rgan bo'lasiz. Hozir qaydab turing. Zakonni. Xo'p. Keyin juda ham qiziqarli Qiziq joy keluvdi. Istoriyangizni aytib kelsam. Ko'zim tushib ketadi, yerga tushib ketmasdi. Bor bu. Xavotirmang. Yerda yiqilsa yerga yiqiladi. Xo'p, keyin sizni chaqirishdi, zakaz qilishdi o'yinchilikka. Afsanchilikka. Aktyorlikka kechirasiz. Keyin bordingiz siz o'ynashga, Kiyim yo'q. aktyor qilishga. Kiyim yo'q. Kiyim yo'q. Kiyim yo'q. Afsanchiligiga. Xo'p, 8 Белый верх, темный низ kerak. Qora shtomli, oq ko'ylak kerak. Aha. Nima qildik? Shunda Kings Highwayga tushdik, ana Xitoylarning anaqasidan bitta oyoq kiyim oldik. $7 edi menimcha shu paytda. Ana oyoq kiyim qattiq terlasa bo'l, osk polni uyi tushib qoladi deb bor, ichida karton. Xullas bitta oyoq kiyim oldim, o'zim bitta remenim bor edi. Razmeringizni topdingizmi? Yo, oyoq kiyiming $7-ku, pozolatma-ku, olalayman deb $7. Qimmatroq olmaysizmi? Shu bilan $7 ga oldim-da oyoq kiyimni, endi anaqa hamma oyoq kiyim kiyishga bo'lmaydi. Shu bilan akamdan, Alisher akamdan borib turib, shimi bilan ko'ylagini oldim. Boyagi set o'tgan 8 yil bo'ldi-yu. Arendaga. Shunaqa remenni do konca tortib oldim. Shimni kiyib olganman. Ani qattiq yuguradigan bo'lsangiz, uchasida. Tepalardan deymiz, uchas. Shuni Siz qarg'amisiz? Murunni ko'rmayapsizmi? Yonida. Ko'rdim haqiqatan. Men aytaman, yangi yo'qlar. Men papugay deb o'yladim. Bilmayapsizmi? Papugay deb o'yladim men. Yo, bu kishi qaraga o'xshaylar, chunki qaradan kelganlarda, bu qara paypoq. Paypoqni yechib qo'ying. Yechib qo'ying paypoqni domida. Paypoq yecholmayman lekin. Yechib qo'ying. Buni ma'qul. Yo. Bizlar oramizda bunaqa Bunaqa paypoq kerak qilaylik, emas. anaqa kommentda yozib yuboringlar, bu paypoq privetsit etadigan odamlar bormi? Hali ham qo'llab-quvvatlaydigan yo'q, bo'ldi Kommentda o'zi. yozib olinglar, san- Kalta paypoqlar Aramizda- o'zi temada yo'qmi? Yechilashadimi? Yo'q, menimcha temada yo'q. Gapirdi. Aka, sizni paypog'ingiz aylanib ketibdi, bor, qattiq yugurgansiz deyman. Yaxshi. Yerda. Yo'q, Adidas deb yozilib, Reebok. Ya'ni Bir tarafi Adidas. Achkini bering, ko'z ko'rmayapti buni. Achkini bering. Bu Reebok-ku, qara aylanib ketgan. Yo'q. Mayli bu. Yozuv Narigi joyidan taraf qo'shgan. qarang, R ostida turibdi lekin. Mana. Yaxshi qarang-chi. Achkini bering, achkini ber. Yo'q, Ya, joyidan narigi- qo'shganda jo'ra. Achki zerena. Qara aylanib ketgan shahi. Endi tushib chiqqaningda sizni. Aylanib ketmagan-ku jo'ra, normal Yo'q, turibdi-ku. aylanib ketgan. Endi bunda Yo'q, mana qaranglar, mana просто Davay bo'ldi. ko'tarolmayman buncha. Normal turibdi mana achkim. Achkim oyog'imda deng. Paypog'im ko'zimda. Metdan aytib turing. Metta iltimos To'xtang, maksimalni to'xtang. zo'rini qo'yib ko'z ko'rinadi bu odamni. To'xtang. Bitta rasmga olaman. O. Wow. Lekin bu anaqa achkini ko'rdingiz, Samandar aka taqqaningizda kiyimsiz ko'rsatadi. Yo'q. Mana oling, mana bo'lsa.
Sizniki anaqa. Ko'rinmaydi. Yo'q, anaqa yozga gazonlarni olib o'simliklarni olmagan ekan. Ko'zim ko'rmagan yaxshi undan ko'ra deysiz. Nada aytmoqman, yozga tayyorgarlik ko'rmagan ekan hali. Gazon mazon yo'q. Pastiga qo'yishmi deb yozib qo'ydi. Kerak emas. Xo'p, keyin juda ham zerikarli so'raysiz kino bo'ldi. Maza qilib aytib bergim kelyapti, o'zi aytgim ham kelmay qoldi bor. Yo'q, ayting, nima qiziq Biz qilasiz? uchun juda ham qiziq sezayotgan bo'lsangiz, bizga juda ham qiziq. shunday. Biz sabrimiz chidamayapti oxirida nima Ko'rib bo'ldi turman, ekan. ko'rib turman, yaxshi, rahmat, Gapirish nima rahmat. bo'ldi? O'sha ujunga nima degan bo'ldi? Shu bugun nima aytib qo'yganman, hot-dog, super hot-dog Samarqanddan keladi. Kelyapti. Ha, keladi o'zi. Akasi qildim. Qildim. Siz o'sha diyet kola ichasizmi? Super degan rayon bor ekan Samarqandda. Bor. Bor. Gap yo'q. Bizga Bratan yaqin. Xurshdagi rivojlantiryapti. Da. Gap yo'q. Gullab yashnayapti Samarqandimizga. Samarqand. Ko'z tegmasin. Samarqand. Samarqand sayqali ro'yi zamin has. Ay. Buxoro islomiy din has. Yo'q, Aytdim. yo'q, Ha. Salgina bizning Bitta shapaqlar, iltimos. Terda bitta, iltimos. Samarqand. Yor ona. Oo. Siz menga qarang. Chi. Oo. Tojikcha ham Uchi. gapirasizmi? Poliglot. 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 Bu kishi ham Nazlashma. aka, bu kishi sizga o'xshab ozgina bilaman deyman. Tojikchani. Yettita tilgandek. Tojik medanasi. Samandar Osmos akani. medanam. Men 100% aytmaman. Aha. 100% aytmaman. Ay sonichi. Soni Olsa. Chidarko. Nima chidarko? Men tojikiya yaqti mepamam. Shu o'zbekda ishlab o'rgandingizmi? Yo'q, o'zi bilardim. Mana poliglotman o'zi salkam. Nechta tilga? Akasiz poliglot emassiz. Siz sizda bo'z desam-da. Qo'yish odam tinchgina uzr. yashab yursinlar. Nima kerak? Menga qiziq bo'libdi. Samandar aka o'zi ishtonlari sariq. Sizni Nimaga sariq ko'ylagi sariq? Almashinglar iltimos bunday. Sizniki nimaga sariq? Meniki chunki, Ye. men xuddi aytuvdik boshqasiga yo'q deb. Nimaga sariq? Sen bilasan, ana MMA sportga o'xshaysan. ey желтый deydi-ku. Yo'q, bu o'zi желтый krasный qanaqa bu? Bu ikkitasi. Miksa? Причем o'zi Ali aytdilar-da, ana bu ko'ylak ko'rdagi. Aka, siz ana paparozga o'xshaykansiz deyaptilar. Sitinyor deydi. Papa Carlo deydi aka. Papa Carloga. Papa Carlo. Papa Carloga o'xshaykansiz deyaptilar. Men rus tilini bilasizmi? Да, чуть-чуть знаю. Sariq nima degan? Синий. Sariq. Синий. Siz bilasizmi sariq? Желтый. Xo'p, sap sariq deganichi. Желтый. Joppa jolt. Ura! Qattiq yerda. Rahmat. 8-gacha rus maktabda o'qiganman. Men sabrim chidamayapti. Bu so'ringizni eshitdim. Haqiqatan eshitaylik. Hozir sizlarni obunachilar vashi qiytib tashlaydi, mehmon chaqirib olib turib o'zingizlar gapiryapsizlar deydi. Men ham gapiray, men gapirib kelganman. Mehmon chaqirsa, biz mehmon. Odobsizlik eshitamiz aka. Ana shu odob Nimaga unaqa odob deydilar? degan sizga kelganda tugagan o. Yo'q, nimaga unaqa odobsizlik, nima kerak? Iltimos. Haqiqatan eshitaylik shu odamni, iltimos. Bu tars etib tashlayman. Eshitsak bo'ladi shu odamni, iltimos. Eshitaylik shu odamni. Jim o'tir, jo'ray. Qancha o'tiraman, eshitaylik shu odamni bitta, iltimos. Eshitsak maylimi shu odamni? Samandar aka, bular tushunmaydi, siz tushunasiz aka. Aka bitta eshitaylik shu odamni, iltimos. Nimaga jim o'tirmaysizlar? 1 minut. O. Tojikcha bilmaysiz-ku. Biladiganlarim aytganman. Xullas shu yosh bola bo'lib student bo'lib kelganman. Ana kiyimlar katta, bu aytdim. Shu bilan bitta kattaroq rus ayol, kattaroq rus ayol menga rahmi kelib turib $5 $10 bergan menga tip. Ustingdek juda ham bu ustingdek qanaqa kiyim deyapti-da. Shunda men juda ham yomon anaqa g'ashim kelib ketgan. Menda ana ko'pincha qiziqarli holatni har doim men o'zimga vpitut qurganman-da. Men gubka odamman, tushunasizlarmi? Gubka bo'lib deydi-yu, sponj bo'lib bilasizmi? Kirekansizda bo'lmasa. Shu bilan har xil shunaqa narsa ko'nglimga tegib qoladi. Ana odam menga rahm qilganda, tushunasizmi? Eng qizig'i ana $5 $10 ana xo'jayinga berishni bilmayman, restoran egasiga yo o'zimga olib qo'yishim kissamga bilmayman-da. Bilan olib qo'ysam hozir o'rnib qoladi men domanda. O'rganmaganmiz-ku choy puliga. Ya, lekin yaxshi narsa. Menimcha siz undan ham kattaroq kiyim qidirishni boshlagansiz. Keyin undan keyin faqat ko'proq pul. Chivi kelargan, lekin Abdurashidda $3 yana qolgan menga. Wow, zo'r. Gazini bosgansiz o'sha kiyim bilan keyin dalishi. Yo'q, reska ertasi kuni qo'shib turib olganmiz. Yaxshi. Shu bilan shunaqa qiziqarli holat bo'lgan. Endi boy yer yorilib, ichga kirib, yo'q bo'lmagan. Qani mana bu yerda.
Qani bu yerda ma'lum, qani qaysi joyda biz bunaqa uyatli istoriyaga qabul qilaylik? Nimaga buni biz boydan beri diqqat bilan eshityapmiz. Ha. Sizlar hali eshityapsizlarmi? Sizlar gaplashib o'tiribsizlar. Biz diqqat bilan eshityapmiz. Samandar aka bilan ikkovimiz shaq bo'lsa eshityaptik bu nima? Yo'q, bu o'sha payt ayol kishi rahmi kelganda bu kishi o'zlarini noqulay his Ana otangizga Menga rahmat. qarang, bu noqulayda bu. Bu siz Noqulay. Endi sizlar aytganlar uyalgan narsa yerga kirib ketadigan darajada Da. deysiz-ku. Siz uchun Ama shu uyatli- paytda uyalganman. masalan men har kuni shunday qilaman. Hozir yana o'ylab ko'ryapman-da, qarang, tak qanaqa bir holat bo'lgani. Uyatli narsa bilasizmi? Men sizga aytaman uyatli narsa nima. Men bir kuni qadim zamonlarda, bundan bir 200 yil oldin, Urush paytlarida, to'g'rimi? Qatag'on yillarida. Primerni o'sha SSR hali razval bo'lmagan. primerni o'sha paytlar. SSR shu mandan keyin paytlarida. men tug'ildimmi SSR razval bo'lib ketgan o'zi. Siz Keyin tug'ilishingizni ko'tara olmaganda. shunday. Keyin Siz To'g'ri tug'ilishingizni gap, ko'tara to'g'ri gap. olmagan. Leylim bo'g'im men aytganlarki, Gazini bos degan. yo'q. Yo'q, Bacham, men bilaman nima degan Lenin. Yo'q, qarang. Bilamanmi? bilmaysiz. Bilaman. Bilmaysiz. Nima degan Leylim bo'g'im menga? Do'stim degan. Yo'q, to'g'rimadingizda. Sen bu hayotda gazini bos degan. Yo'q, Ana Stalin o'rdalaringizga aytgan. ishonib yurmagin, trakstopga chaqirayotgan. Uni bilmaysiz ko'ryapsizmi? Siz bu paytda qanday bilasiz bu paytda planda bo'lmagansiz? Qanday siz bilasiz bu paytda? Leylim bo'g'im menga bir kun keldilar, aytdilarki, Biz bir sinfda o'qiganmiz Lenin paytda. aldamang, Leylim bo'g'im sal Leylim bo'g'im bilasiz. Qanaqa Leylim bo'g'im 100 yil oldin nima qilganlar? Sen bilan o'qiganman deyaptilar. Men bilanmi? Bo'lishi mumkin. Ha, Leylim bo'g'im bir kun keldilar o'g'lima, aytdilar. Esidan chiqib ketdi. Mendan Men ko'chiradi. esim o'zim pastroq to'g'ri, bu narsa qo'shilaman. Achkini yechib qo'ymadingiz-da, men cho'ta ko'tim qo'yapti. Xo'p, Lenin bo'g'im keldilar, o'g'lim aytdilarki, "Bacham, bu hayotda bitta narsani 3 marta aytaman. Yeyish kerak deb aytdilar menga. Tamam. Ey, lekin senga O'shandan beri yana yo'qman. bitta gap aytgan. Nima aytgan? Ko'tga o'xshamasdan bu hayotda to'g'ri yasha degan. Aytganmi? Buni keyin aytdilar faqat. Baribir aytganda shu gap. Nima shu ish qildim, shuni aytdilar keyin. Keyin menga aytdilarki, Amerikada Sani bitta o'rtog'ing bor. qachonlardir sen Amerikaga borasan, keyin Amerikada bitta Sherzod ismli odamni ko'rasan deb aytgan edilar. Sherzod ismli odam 7 ta tilni bilaman deb Vanga aytmagan. aldaydi sanlar. Boya qarayt o'tirdi Vanga? masha. Vanga men aslida. Vanga aytgan menimcha senga. Vanga aytgandimi? Lenin senga folbin bo'lganmi? Может быть, Vanga aytgandir-da. Vanga aytgandi. O'shanga u odamga uncha ishonma, u o'zini tizlab ro'q deb aytganlar-da. Boya Samandar aka so'radi-yu, javobini eshitmadilar. eshitdim. So'rab. Ha, ha, 7 ta til qanaqa til bilaman? Endi shuni Ona tilim so'ramoqchi o'zbek til. Qozog'istonda tug'ilib o'sganman, qozoq til. 8-sinfgacha rus maktabga borganman. 2-til rus, 3-chi bo'lyapti. Ham bizani Qozog'istonda 2-til rus. 3-chisi 4-chisi qirg'iz, shu yerga borganman. Qirg'iz o'rtalarim ko'p bo'lgan. 5-chisi inglizcha, kelishtonini o'rganganman. Mahallamizda ozarbayjonlar ko'p bo'ladi. Ozarbayjoncha, turkcha. Endi boyagi siz qanaqa gaplashasiz, o'rganasiz-ku. Menda boyagi 5 ta so'z aytadimi? 3 tasini tushunib olsam bo'ldi-da. Gap nima to'g'risida ketyapti. Tamam, siz bilasiz. Hamma 5 tasini tushunmayman-da, bo'ldi. Hozirgi kunda, napример, 8-ispanchasini o'rganyapman. Endi boshladim 2 oydan oshdi-da. Duolingoda qo'yaman. U hali 100% emas, lekin boyagi 7 ta til ham o'zimda ona tili, o'zbek tilim ham boya ko'rganingizdek hammasi chalkash bo'lib ketgan. Sababi o'zinglar ham Amerikada yashayapsizlar. Hamma bilan har xil tilda, anumli inglizcha, bundan o'zbekcha, anumli boshqacha 100% gapira olmaysiz. Shundan shu tillarni bilaman. Shu yilda oxirigacha menimcha bir 20 ta tilni o'rganasiz, bunaqa bo'lsa agar. Inshaalloh. Siz bitta tilda bitta joyni eshitsangizga o'sha tilni bilaman deb polni hisoblaykaningizda, so'kinishlarni ham bilasizmi shu yerda aka? Ya siz gapirganingizda ham xuddi shunaqami siz? aka menimcha 5 ta so'z aytsangiz, 5 ta so'z Aka. aytsangiz, shu eshitayotgan odam shu bittasini tushunadimi? hozir chiqqanlar ko'chaga bir qanaqadir nima deydi, kitaychalab shu desalar bu tamom, men kitaychani bundan keyin bilaman. Men bu kitaychani polni bilaman bundan keyin deb aytadilar. Yo'q, gapirishga shu biladigan so'zlarim hammasini ishlatishga harakat qilaman. Yangi so'zlar biladigan bo'lsam, sirazi Google qilaman, shularni ishlatishga harakat qilaman. Ko'proq, например, menga yoqadigani hamma odam o'zining tilida gapirish yoqadi-da. Ularga ham aytaman, bilmaydigan narsani aytmanga, o'rgat deyman. Forscha tilini, tojikchani juda ham o'rgangim keladi. Ispancha, tojikcha, ular nasileniya ko'p-da. Ispancha bilsanglar, birinchi o'chirda turadi. Ispan? Yo'q, ikkinchi o'chirda turadi Indiyadan keyin. Ispancha. Dunyo bo'yicha ispanlar ikkinchi o'rinda turadi. Gapiradigan odamlari ko'p nasileniya bo'yicha. Birinchisi Indiya, sababi ularda nasileniya juda ham ko'pda.
O'zi Amerikada ham adashishi mumkin o'rinlarni, lekin ispan tili o'zi Amerikada ham ikkinchi til. Da. Hamma joyda bor. u ispan ko'pda, Meksika, naryodan bo'ldi hamma, Madrid bor, Latin Amerika hammasi почти ispancha gapiradi. Men bu orqash kayf bo'lgan bo'lku. Qanchalar qiziqarli. O'z ishlaringiz yaxshimi? Boyagi anaqa gamburgerlar nima bo'ldi? Endi gamburgerni aslida sotibmiz. Bitta kolbasa ichidagi aynib qo'ygan ekan, o'sha sal ishkal bo'lib ketdi o'zi. Bo'ldi, rahmat. Shahboz aka, siz nimaga jimsiz aka? Mana Heyt qara, kelmayapti, heyt paypoq ko'rmaymiz o'ylamadingiz, biz. boshqa qilmadingiz. Aldab o'tiribdi, to'polasiz ishonib heyt o'tiribsizlar-ku. biratga. Aldab Bu o'tiribdi. chiroyli bolalar ko'zi shunaqa o'zini yo'qotib qo'yadi. Ayoli bormi? Ayol. U ichida bor ayollar haqida. Iya. Ayor bu. Ayol deyapsizmi? Ayor bor ichida. Ayyormi? Ayormi, ayolmi? Ayol. Qiz bola. Ayor. R deng qamda? R. Sanda sey Geta deng. Yo'q, svязь emas, sani gaping o'zi tushunib bo'lsa, ayoli ayor deb, sen quloqing ham yaxshi eshitmayapti. Mojib shu achkini taqib ko'rishim kerakmi deyman-da mana. Siz ham taqasizmi, lekin sindirasiz sachkini. Nimaga sindiraman? Nima siz o'zi men kallam katta deyapsizmi? Menga qarang, hammanikini taqib yuraverasiz, taqib ko'raverasiz. Qo'ying. Katta qilib berma, keyin sho'lpillab qoladi bu kishiga. Nechinchi razmer kiyingiz? Nimani kiyib ko'rsam, men katta qilaman-da. Shuning uchun kerak emas haqiqatan. Ichki kiyim razmeri nechi? Shahboljon ham biladi-da razmerini. Qayerga razmeri? Hamma joyimni. Qornimni razmeri masalan jo'ra. Sizlar o'zingizlar savol berib qo'yib, javobini eshitmayapsizlar. Eshitaylik. Bizga juda ham qiziq. Eshitaylik. 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 Maktab payti she'risi. Maktab payti. Da. Endi ismlarini aytolmayman, vdruk ko'rib qolsa uyat bo'ladi. Da. Ikkita qiz bo'lardi-da, opa-singil. Juda ham qattiq o'qirdi-da, matematikadan borib. Meni matematikadan u yoq bu yoq chiqardi. Shu bilan endi ular bilan o'rtoqroq bo'lib, дополнительный anaqalarga borganman-da. Kurslarga. Shu o'qituvchini o'zi ertaroq kechalari o'rgataman derdi-da. Дополнительный kimlarga bo'lgansiz? Opa Lyubov Fyodorovna degan bo'lardi. U kishi Mamoroz edilarmi? Yo'q, o'qituvchi matematikadan. Shu bilan Doполнительный deganingiz просто. shundan boyagi qizlar bilan do'stlashdik, boshqa qildik, o'rgandik, boshqa qilib matematikam ko'tarilyapti, уже 4ga chiqyapman, короче 3 dan ko'tarilyapman, yaxshi bo'lyapti. Faqat Qizlar Ko'rdingizmi aka, bexayr ekansiz. Nima bo'lyapti? Aytaman har Nima bo'lyapti? Bu chiqmayapti o'sha. Bu chaqmoqamni ham bu. plakat she'risidan chiqib ketdi. Men qaraganimda o'sha yerda turadi. Ketmasa. Plaka? Yo. Eshitmaydi. Eshitmaydi bu. Ya, eshitmaydi bu. Короче. Yo'q, menimcha boyagi skim haqidagi nima Yo'q, keldi bilan. eshitmaydi aka bu xuddi. Shayoz aka, plakat. Bum. Yo. Ketdi. She'risi aka, menimcha repetitorga u qizlar bilan borgansizlar-ku, u yerda boshqa Ya, narsa sinfdoshlarim, ular sababi alobahiga o'qirdi-da ular. Ular даже 4 olsa, onasi urishardi, bilardim-da. Bu nima? Alomatga? Bu nima? Alomat tushib ketgani. Bu lekin nima bo'lsa ham yaxshilik alomat emas. Kelgan bola shundan ursa bo'ldi, tegib. Qarang. Qarasang. Shundan dars bot boyagi qizlar bilan u yoq bu yoq hammamiz o'tiribmiz. Ana opani katta ishlaydi, o'zi pensiyaga chiqadigan. Yoshlari katta edi. Yo'q, o'qituvchini aytyapman. O'qituvchining yoshlari katta edi. Yoshlar katta. Lyubov Fyodorovna o'zi 60 atrofida edi. Lyubov Fyodorovna. Wow. Xullas qarang, endi diktant yozyapmiz-da, yana matematikadan bir narsalarni bergan o'sha o'qituvchi? O'qituvchi juda ham qattiq qo'l edi-yu, lekin zo'r o'rgatardi. Qo'lini urmatib tiqib olgan bir joyingizga. Keyin biroz qattiq ekanligini. Xarakteri shunaqa jo'skiy edi-da. Jo'z xarakter edi. Shundan qaranglar, yana boyagi hamma jimjit yozyapmiz-ku, uni darsda hamma qo'rqirdi-ku. Bir payt qarasak, bir narsa shirillayapti-yu. Hamma sinf tinch. Bir 25 ta 20 Nima bo'lgan? Shunda shirillar. U nimadan oziydi u? Qarang nima bo'ladi. Shirillagan Lyubov o'tib ketdilar. Shuni yubkani taydan emas, Lyubov. Lyubov opa. Lyubov bir baloyi o'tib ketdilar. Yubkani taydan ilon chiqib shirlayapti. Nima bo'lgan deb o'ylaysiz, Samandar aka? Nima shirlagan? Shtirlagan. Yana qaytaringlar shu momentni Shtirlagan menimcha u kak jumraydan suv tushganda shirillagan ovozida, to'g'rimi? Shunga deb o'ylayapman. Lekin u yerda boshqa narsa bo'lgan. Nima bo'lgan? Menimcha kimdir siyib qo'ygan dars payti. Tushuntirib o'ting. O'tib ketdilar. Yo'q, Lyubov Fyodorovna o'tiribdi. O'tiribdilar. Joylar o'tiribdi joylarda. Da, u o'zining joyida o'tiribdi. Uni bilishingiz uchun boya aytdim, xarakteri qattiq.
Qattiq Hamma jim o'tiradi. Jim o'tiradi hamma. Ha, ha. Hojatxonaga narsa chiqishni ham yozolmiz. so'raydi hamma. Shu bilan boyagi chik etishib boshladi. Nima bo'ldi bo'lishlari? Nima variantingiz? O'sha yoshlikda ko'rgan. Endi menimcha Lyubov Fyodorovna endi yoshlari kattaroq, menimcha sal balki Ushlab qololmaganlar deysiz. balki Ketmagan o'zi. Darvozalari. Lekin qarang, o'sha payt yo'talmagan edimi? Yura sanda variantingiz. Siyib qo'ygan bo'lishi mumkin. yo'q, bu yerda Prosta boshda voqeani boshida qizlar ham bordi, ikkita qizlar ham bordi. Balki yo'q, Yo'q, qarang, bu dars payti bo'ladi. dars pasi bo'lib Hamma bola bor, hamma bola Hamma jim o'tiribdi. Kimdir siyib qo'yapti ekan. Shunaqa bo'libdi. Shunaqa bizlar versiyamiz lekin shunaqa. kim ha. degan savol Yo'q. tug'ilyaptimi yo'q? Hamma o'zini versiyasini aytsin. Siz versiyangiz. Men versiyam Ha. endi yubkasini pastidan bitta ilon chiqibdi-yu. Bo'ldi, to'xtating, bo'ldi. Men kishilarga o'ylayapman-da, men Bo'ldi. sizga tashkil qildingiz-ku, aytdingiz-ku keyin. Endi sizga ham kechroq yetib boradi-da. Mana shunaqa o'zini karma o'xshab. Bo'ldi. To'xtating, endi siz Siyib qo'ygan bo'lishi mumkin. Kim? Chunki o'qituvchi siyib qo'ygan bo'lishi mumkin. Nimaga deganda ko'p holatlarda Pivo shunaqa ichgan. bo'lib qoladi. Bir kun oldin Libovku. Kecha- Libov urgan jala. Lyubov mosh bir kun oldin eri bilan pivo ichgan bo'lishi mumkin. Ana nimadan? siz variantingiz tugadi. Bo'ldi, sizga ham tugadi. Samandar aka, ichgan ko'p. siz juda ham yaxshi ketyapsiz. Yo'q, endi men o'ta qizlarmi yoki balki siz bilan muammo bo'lganlar qanaqadir. Siz o'zi Siz endi mana o'qituvchi qattiq qo'l. Ha. Siz bu yerda zo'r ana da qistab qolgan, kelib qolgan. Qo'rqgan so'rashga. So'rasam, men hozir Lyubov Fyodorovna urishadilar. Zo'r analiz qilibsiz. bo'lyapti. Keyin endi nima bo'lsa bo'ldi, ketdi qisib. Sherstaka, значит, Sherstaka siy o'rganlar. Siyib o'rgan Ovozda bo'lishlari eshitmaydimi mumkin. o'zini? U kishi ovoz chiqmaydi bo'lgan, o eshitmaydi kalku. Kommentariyada yozinglar nima nima ketadi deb oyoq bilan deb o'ylaganlar. Oyoq kiyim ichiga. Haqiqatan shu yerda yozinglar sizlar o'zlaring variantlaring. Farqi bersizlar. kommentariyada yozinglar o'zinglarni fikringlarni. Bu Reels'ga ketdi. Endi aytib beraymi yo boshqa narsa? Yo'q, Bugun eshitdim. juda ham endi- qiziqda, endi mana bu nasam haqiqatan nima bo'ldi qiziq. ekan. Na samом деле nima bo'ldi? Xullas, Na samom деле bu Samandar ketganda juda ham mana e'tiborli ekan. Sirazi sizlar o'qituvchiga xayol ketayotgan paytda qarang, men o'zi Sizlar ham bor, bunchalik zo'r qiziq bo'ladi deb o'ylamadim, lekin mashin zo'r bo'lib ketdi, zo'r chiqdi. Qizlarni deb aytdingiz-ku. Juda ham to'g'ri e'tiborli qildingiz. Sabab biz hammamiz yozib o'tiribmiz-ku, u tovush o'rtaroqdan chiqyapti-da. Qizlar tomondanmi? Ha. Voy. Shu bilan hammamiz bitta qaramaymizmi? Boyagi shu alochi qiz degan bor, onalar urishadi, boyagi to'rttasi ham uyab degan. Shu qizni ostidan suv ketyapti. Endi u qizda nima bo'lganini aytamiz. U qiz yig'ladimi o'shanda shunday boshini Yig'ladi. Qachon yig'ladi? Biza kulaverganimizda yig'ladi. Sababi qarang, bizani sinfimizda rus men ham yig'lagan bo'lardim. Mazgab yig'lamagansan-ku. qancha ishlarni qilgansan-u, lekin yig'lamagansan. Yig'lamagansan-ku. Shuncha harakat qilib yig'lolmadim lekin o'sha kuni borku. Yo'q. Yig'lolmadim. Bizada ham shu holat uchragan, bilasanmi? Bilaman, jimbo shaxi. Kattasini qilib qo'yganmi? Shaxi jimbo. Shaxi o'tib ketdik. Ha, keyin nima bo'ladi? Shu bilan boyagi qizni bittasidan sud anaqa qilyapti-da. Ha. Biz endi rus maktabi, bizani klassimizda boyagi ko'proq ruslar, lekin qazolar ham bor, 5 ta o'zbek bolamiz-da biz. 5 ta o'zbek bola. Ana shu ikkitamiz bolli-meni takoy, bittasi bor yaxshiroq. Men o'rtachada yaxshi hamman, yomonman. Ana 3tasi juda ham boyagi sho'x bola. Bu takoy, Sho'x, takoy. sho'x, sho'x. Ana takoy degan yaxshi bola. Men o'rtadaman, Aqlli tushundingizmi? bola, Ba'zida yaxshilar bilan ham Takoy yuraveramiz, izlash yomonlar. Bola haqida gap ketyapti. Shuni bolalar bilan kulishni boshladi. Yana qiz ustidan siz aytganda yig'lashni boshladi o'qish. Shuni qiz aytayapti-da, qaragin, bu orqadan ketdi, ustidan men siyganim yo'q. Bu akasi Terladim deganda, ha, terlamagan. Sumkasida choy olib kelgan ekan, bir narsa ekan. Voy. Anaqada baklashkada. Shu tushib ketdi deganda, endi lekin unga hamma shu qilganmiz, ishonmaganmiz. Lekin men bitta ketdi deb yomon kulib tashlaganmiz, lekin haqiqatan normalni suv tushgan lekin. Insiz tushunibsizmi qanaqa yomon situatsiyada o'rda suv edimi, choy edimi, taqaza qila olmaysiz shu. Taqaza qila olmaysiz. Suv bo'lganmi unda rostdan? Choy bo'lganda. Choy bo'lgan ko'rsatgan edi, qanaqa Voqea aytaman sizga. Yo'q. Men ana shu joyni aniq aytaman, u siyib qo'ygan, keyin ustidan choy to'kkan. u qaraq to'kadi, u sразу ketyapti momentalni. Yo to'kkan, pakrivat qilgan, короче, nimadir qilgan. Bizda ham istoriya bor.
Shahiy o'zi aytib beradi. Yo, sizlar mani istoriyamni Aytib eshitdilar. beramiz. Menga qiziq emas u istoriya. Bugün yedi Nurik sani qo'qadi. Aytib bersang. Короче, manda dahshat istoriya bo'lgan. Eshitasizmi? Eshitish kerak bo'lsa eshitaveramiz. Siz bizlar shodasiz. Eshitasizmi axir? Twitter'dan Yo, 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 istoriyasini yo. eshitib ko'rmayapmiz. Yo, yo, Nega yo. eshitib ko'ramiz Abdulaziz? Judayam u kulgili, keyin bir umr kulib yuradi, ammo ustimdan kerak emas. Hozir agar u istoriyani aytib bersam, o'zimga 100% laqab orttiraman. 100%. Siyoq deb Yo'q, bir. massiv qo'ymagan Kim chiqadi. mana nima poqqanim sani? Sherzod aka, nima yangiliklar? Shahiy Ijodda. Shahiy qaysi istoriya edi? Men bilaman istoriyani. Siz boshqacha edi. Fizika ma'lum? Fizika ma'lum? Fizika ma'lum sani ichkariga kommentga olib kirib. O'sha aytyapsanmi? Astag'firullah. Yo'q, endi bunaqa qilganim просто ishtoningga yechib, qiyinchi bilan urgan edik-ku degan. Shuni aytib bo'lmasan. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Bo'lgan. Mehmon kelgan, nima kerak mani hozir berdi. Bo'l haqiqatan keyin bir umr gap yuradi o'zi. Ikkinchi holatni aytib berayim. U ham maktabda bo'lgan. U o'rtog'im ham ko'rayotgan bo'lsa kerak. Endi O'zi ichib qo'ygan unisi. Yo, u ham oilali, bola chaqali ko'rsa uyat bo'lmasin. Xullas sinfimizda bitta Ismi nima? Vladik degan rus bola bo'lardi. Ismi nima aka? Yo'q, ismini aytolmayman. Siz Qozog'istondanmi? Shu Qozog'istondanmi, Qirg'izistondanmi? Nurik degan qo'ycha bor-ku. Ha? Nurik desa bir gala qo'ychalarning ichidan chiqib keladi-ku. Shu to'g'risi qayeri, Qozog'istondanmi? Uni ko'rmayman, skорее всего Qirg'iziston bo'lsa kerak, bilmadim. Balki Qozog'iston, lekin bizlar mahallada Sanabar degan eshak bo'ladi. U butun mahallani nimasimi? Nima u? Erkatoy. Da, u bitta bratimiz qayd etdi. Ma'lumcha o'sha Birinchi muhabbat. mahallalarning birinchi muhabbati u. Bo'ydoqlar birinchi muhabbat. Juda ham mamnun. Rangi qanaqa edi u eshakni? Sariq. Seri. Seri. Yo, menga qizi nimaga uni laqabi Sanabar? Juda ham Kim qo'ygan ekan? Kim qo'ygan ekan? Fantaziya kelishuvchi. Uni U barcha o'zaro birinchi bo'lib zo'rlagan odamni birinchi muhabbatini o'ti Sanobar bo'lgan. Keyin unga Sanobar deb laqab qo'yib, alamni eshakdan olgan. Yo'q, Shahiy, menga qiziq. Qanday qilib eshak otini hamma bilan Sanobar dedi. Sanobar eshak, qaysi eshak? Sanobar. U juda Yo, menimcha mahallada ko'p eshaklar bo'lsa kerak edi, hammasini o'zini alohida laqabi bor. Yo, mahallada Mashhur ekan. mahallada ikkita eshak bo'lardi. Bittasi Sanabar. urg'achi, bittasi Sanabar, ikkinchisini oti Yo, yo'q. erkak eshakdan ham laqabi bo'larmidi? Yo'q, uni laqabi yo'q edi. Ay, bile. Erkakning oti nima interesli? Bolta voy. Shunaqa. Tug'ganmi Sanobar? Tug'madi yo'q menimcha. Shu uchun qanjiq. Jog'larim olib ketdi. Jog'larim olib ketdi. Malik o'zroq sizdan. Abdulaziz, sizlar mahallanglardan bormi deb shunaqa chiroyli laqablashinglar. Biz eshaklar ko'rmaganmiz lekin aka. Bunaqa. Eng mayli ana boya qo'ysin, men shuni aytib beray mayli. Yo'q, qaraymaysiz. Qaramang. Gap eshiting. To'g'ri ayting. To'g'ri ayting. Biron marta Sanobarda olgan bo'lganmisiz? Eshiting. Yaqindan ko'rmagansiz? Buni hech kim so'zlab bermaydi. Qo'ying, endi qarang. O'sha mahallada mashhur deyapsiz-da. Uni masalan biron bir do'stingiz borgan bo'lishi mumkin oldiga. Yo'q, eshitinglar. Bir xashak-pashak ko'tarib. Sanobar yaxshimsan. Yo, menga qizi Hech kim seni qachon olib kelmaydi. Hamma prostidan keladi. Hamma boshqalardan keladi. Hammasi mayli. Agar Sherzod akani eshak ko'rib qolsa, hayrab qochadi.
Yana keldi deydi. Otdan tez yuguradi. O'sha vaqt o'zida ishlar mashhur xullas bo'lib ketdi eshik, mashhur bo'lib ketadi eshik. bu eshik hozircha mani Yo'q, yo'q, aka, odam bu dunyoda odamzod kallasiga kelmaydigan ism Sanobar. Sanobar eshakning laqabi. Yana u tug'maydigan u. Manimcha, mahalla harakat qilgan effekt yo'q. menimcha Sanobar dumi tushmasa kerak pastga. Qabni ko'tarib qo'ygandan qotib qolgan dum qarabchi. xullas O'chrat. Ketamiz. sizlar nima aytayotganinglarni bilaman, lekin bizda unaqa vaqti populyar emas. U ish hazillashdik. bolalar haqiqatdan ustiga o'tirib minardi, boshqacha minmasdi. Lekin bu Bizdan ustiga o'tirib o'sha- minadi-yu. Biz ham o'sha nazar tutdik. Da, da. Hamma yurmaydi. kimni qishlog'ida Sanobarmi yo Mana boshqa boshqa. Yo'q, bu ma'nosi просто mahallani o'g'il bolalari eshik minib ko'rmagan bolalar eshik minishni o'shanga minib o'rgangan edi. Shu bilan shu yosh bolalar bor-ku, u bolalar ham hozir balkim ko'rsa biladi. U ustiga o'tirib minadi-ku. Domini qishaytirsa bosadi gazini, bilasizmi? U yurmagani. Sanobar o'rgatuvchi. 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 Shu bilan yuravermagandan keyin yog'och bilan anaqa qilaverganda, tushunyapsizmi? Orqasiga anaqa yog'ochni tirasangiz, nima qiladi aka? gazini bosadi. Tushuntirib bergan bir she'rni bir marta. Siz Sanobar yo'qoshtirganmisiz? Yo'q, men bilmaganman, men bilmaganman. Bolalar, yosh bolalar minardi. Yosh bolalar Sanobar ko'targan, yo'qoshtirgan. Yo'q, eshakni orqasidan bir cho'p ittirasa tezroq yuradi Ha, demoqchi. kechasiz. Men просто podrobnosini eshitmay qolyapman-da. Siz o'xshab mana o'zi quloqim ishlamaydi yaxshiroq. Endi qizig'ini eshiting. Boya aytdimmi, mahallada ikkita eshik bo'lardi. Bittasi erkak, bittasi urg'ochi, to'g'rimi? Urg'ochisining ismini bildinglar, erkakning ismi yo'q. Endi qarang, u erkak mani ammamning uyidagi eshak edi-da. Mani ammamning uyidagi eshak. Shundan ammamning o'g'illari, mani akalarim bilan boyagi qum olib kelgani bordik. Qum oddiy yer bor. Sherzod aka, shu ikkita eshakni bir chatishtirib harakat Endi qilib ko'rmaganmisiz? eshiting. Qiziqarli. Siz Sanobarni minib ko'rmaganman Eshiting. dedingiz. Siz Nargisini bilarmidingiz shunda erkagini? Yo'q, u anaqa aravachasi bor edi o'zini. Eshak aravada. Erkakda eshak aravasi bor edi. Shu bilan boyagi yer olib kelamiz. Tuproq. Qoplaga soldik, anaqaga aravaga ortdik. Juda ham og'ir bo'ladi-yu. Ani eshak haqiqatan qiynalib ketyapti oyog'ining uchida. Zo'rg'atdan olib kelyapti. Endi masofa ham bir 10-15 minutlik joy, unaqa uzoq emas. Endi tasavvur qiling. Bu o'zimga ham haligacha eshiting. Shundan boyaga tuproq olib kelyapmiz. Zo'rg'atdan kelyapti mana eshak. Yo'lda ani erkak eshak Sanobarni ko'rdik. U Sanobar bor-ku, hidini olib, mana shu yerda o'tsalar kerak, Toshpo'latdan ham bir nima deb poylagan aka. Shu bilan aka boyagi bizga kelayotgan eshak bor, Sanobarni ko'rdik-ku. U Azotni qo'shdi-yu. Boya shuncha qiynalib kelgan, esida qolgan-yu aka. Shu bilan ani mashinaga bo'ldi-da. Dash eshakda bo'lgan shunaqa narsa. O'zini ko'rsatish. Yo'q, erkakda eshakdan ham battarda shu uchun odam zo'r Yo'q, ko'rajon. anaqa it eshakda bo'lar, eshak bo'lar. aslo bo'lmas odamiy. Aslo bo'lmas Sanobar. Aslo bo'lmas Sanobar. Anaqa otdan To'rtdan qaraganda bozorga eshak ketasiz. anaqa bo'ladi dedi. Shu necha yoshingizda bo'lgan shu voqea? Endi taxminan bir 6-7 sinf bo'lsa kerak, balkim 8. Sanobar uchun rahmatli bo'lgan. bo'lgan. Chiqmabdi. Endi siz oxiri Ha, keyin o'sha eshakka adrenalin kirdi, u adrenalin Ana moda keldi, eshak Sanobarga ko'rib haydayapti. Sanobar ko'rib qoldi, keyin kuch kirdi unga. Shu bilan anaqasi bilmayman buni qanaqa qilib aytaman. Shu bilan boyagi anu jlaniyasi turdi-ku. Wow, endi aytmoqchi edim. Sanobarga sakrayapti. Aka, anu boyagi tuproq bor-ku. Og'ir zo'rg'a kelayotgan adrenalin bilan gazini bosyapti. Eng qizig'i bormi? Jasad bu tayyor holatda. Shu bilan bitta arqon bo'shalib ketgan ekanda. Ustiga mana aravani boylaysiz-ku, arqon bo'shalib ketgan. Ani jasadni anaqa qilib turib sakragan paytda arqonga qisilib qolmaydimi? Shu bilan ani ko'zdami sakramoqchi, arqon qisilgan, ani yoriladi hozir. Shu bilan boyagi ani sakrayotgan joyda akam borib chiqiryapti degani. Internet qayerdan ushlaganlar u kishi? Shuni o'zidan chiqirgan arqonni tortib turib.
sanobar shunchaga xulli qo'ygandi o'zi. Bechora eshak yo'ldan chiqib o'rgan. Axay mahalladagi trendda bo'lganda o'sha payt. Sanobar hozir tirikmi? Sharist aka nima deb o'ylaysiz? Bir so'rab ko'rish kerak ekan mahallaga Bitta telefon. so'rang aka, qiziqdim o'shanga. Shahboz borib o'zi lichna intervyu oladi o'sha nimadan, eshakdan. Prosta deb Yo, gapni yo, eshitish yo, kerak. yo, yo. Tug'ganmi yo hali ham tug'maganmi shunga qiziqdim. Nimasi kulgili? Menga qaraysiz endi. Nimaga kulgili? Men o'ylayman- Odamlardan boshqa ham bir eshak-peshak unga bir qaraganmi, xashak berganmi? Shuman unda aytibman. Может, ko'payib ketgandir. Biz qishloq bilgan sanobar uni umri uzoq bo'lmagan, menimcha. Конечно, sanobar u o'ta erishi o'zi ham oson bo'lmagan menimcha. Ne, biz yana bironta kecha so'raymiz. Kimni o'ti sanobar bo'lsa, biz prosta hazil uchun aytyapmiz. Hech kim ko'ngliga olmasin. Albatta hazil. Prosta shunaqa nomli eshak bor ekanda. bo'lgan ekan. Qaysi joyda? Может, o'ylab topilgan bo'lishi ham mumkin bu. Yo rostdan bo'lganmi? Yo'q, rostdan. Ya menga qara, u shu kim laqab qo'ygan unga endi? Xullas bitta bola bor. Nimaga u unchalik mashhur yana qishloqda? Qishloq emas, u mahallada. U odamlar o'zi ot boqadi. Bizda mana sunnat to'ylarga ot kirgizadi, sizlarda yo'qmi bilmayman. Ana yosh bolalar o'tirib chiqadi. U ashulada yana bitta eshak bor. Shirin bola, To'y bola. Eshakni keyin ko'proq ishlatadi boy aravaga solibdi, ular boyaginaga sunnat to'yda, ko'pincha. I bitta bola shu otlarni anaqa haydaydi, nimaga? Sunnat to'ylarga olib boradi, boshqa qiladi. Shunga hazil qilardi. Shu Sanobar degan eshagi bor shuniki u yo'q deb turib hazil qilardi. Shotdagilar biladi. U endi boyagi o'zimizga o'zbekchilik hazil Sanobar qiladi. hamma taniydi-da. Yo, hamma bo'lganda qanaqa endi agar shu bizani mahallada turgan bo'lsa taniydi. Voy, mashhur eshak ekan. Da, ajoyib mashhur eshak ekan. Sanobarni endi biz tark etamiz. Sanobar Endi yaxshi boyagi bo'lsin. anaqa qaytaylik. Endi gapishingizni bo'ldim, sababi qolib ketdi. Boya sinfda qiziq holat bo'lgandi-ku. Qarang, hozir bittangizni men o'ylab qoldim. Siz o'zi meni uzr gapingizni bo'ldim deb murojaat qilyapsiz menga-da. Lekin men sizga gapingizni necha marotaba bo'ldim. Siz uzr davom etasiz, davay ket. Shehzodjon, kechiring meni, hay. Bo'l. Shehzodjon, Abdurash shunaqa bola emas o'zi. Hay, yig'lama endi. Hay, gapini o'zi bo'lmasdan o'tira olmaydi. O'zingni bos, yig'lama endi. Naqa joyda. Bo'l, zo'r qarang, Shehzodjon, kechiring. Do'stim, e'tiboring. Ya buni ko'ngli Mana shu og'irligi bo'ldi. Iltimos, aytib tugatib olaylik. Shehzodjon, kechiring meni, hay. Shu bilan Samandar aka boyagi Vladik degan bola bo'lardi, rus bola. Har doim mana Vladik qayerdan keldi? Men tushunmadim. Men tushunmadim. Bor edi. boya aytdim Vladimirovna bor Lyubov edi. Petrovna. Lyubov Fyodorovnadan keyin ertadan bitta o'rtog'im ham bor bir narsa bo'lgan, lekin uylangan bola chaqasi bor. Aytmayman ismini dedim. Pedikmi ismi? Yo'q. Lekin Vladik degan. Xullas, maktabdagi holat boshidan aytib berishim uchun yana bir qiziq holat bo'lganda. Bitta Vladik degan bola har doim bir o'zining ishtiroklari bilan bizani quvnatib yurardi-da. O nima? Zirf paketlar qilib kelardim maktabga, qarochi. Yana qo'noq emas, bir iflos bola bo'lgan ekanda. Shu bilan bu katta tanaffusda kelib turib zirf paketni bunaqa ikkinchi etajdan otib qochmaydimi? Hamma joy tutamaydimi? Maktabda sirenalar yoqib chiqarib ko'chaga. Xo'la shunaqa bo'lardi, bunaqa gonka qilardik qog'ozda, unaqa o'ynardik. Bunda eng qizig'i u Vladik nima qilardi, bilasizmi? Sariq bola 50 tanga yo'q, 50 yoki 40 tangami? Tanga-ku bizda tiyingi 50 yoki 20-40 esimda yo'q. Taxminan bitta tangaga, qarochi, bunday o'zi kuchanardi, qizarardi qarochi bor. Bizga shou ko'rsatib berardi, tushunasizmi? Sariq bola kuchansa qip-qizil bo'lib ketardi. Ko'karib. Hammani bu ham hozir kuchansa qizaradi. Kushanmay, Nimaga hech kim menga pul bermaydi? Kuchan, men pul beraman. Yo'q. Men har kuchanaman to'yda kirganimda. Yo'q, menga hozir qiziq. kucham. Uni kuchanib qizargani boshqalarga nimasi? Endi o'zgaryapti. Yosh paytimizda, 4-5 klassmi, 7. Mana qarang, o'sha yoqqa aytayman bormi? Yo'q, nima zerikib ketsa, to'xtanglar, Vladik bitta qizar kuchanib nima deydi? Yo'q, bizada bor, haqiqatdanchi maktabda qiziq holatlar bo'ladi. Yana bitta bola bor. Bitta tanga prichom shu u kuchanib. Pul olardi-da qizargani uchun. Pul olardi. Qizarib bergani uchun unga pul berasiz. Tanga oladi, ha, yetarli pul berasan, qizarib beraman. Kuchanib qizarsa sizga nima kerak bu? Siz nimaga tanga Bechorani Yo'q, endi qarang, 100-marta marta qizargandan keyin o'lib qoldi bechora. Ana pul ishlamasdan. qarang, uni siz hozir aytasiz-ku. Bu bo'lgan holat u pashti 18 yil, 20 yil bo'lgan holatda-ku. Men eslayman, bizda lekin bitta bola bo'lardi. Yoshligimizda men qiziqardim, bitta qilib ber dedim.
Bilasizmi, u nima qilardi? Ber, Odamda ber. kiprigini bunday qilardi-da, teskari o'girib Ana qarang, shunaqa holatda, tushunasizmi? Kibringlar. U ham pul so'raganda majbur berardi. Bu endi qizaradi, lekin ana kuchanib qizarib berdi, shu nimaga kerak? Nimaga nimasi qo'zg'agan? Siz mani jonim chiqqanda Ko'karib ketmaydi menga desa. Nimaga hozir kelaman-da. Shabatda kuchanib qizarganingdan yemayman. Mana bu qizlarga men 9 yil quloqimni qimirlatganman. Bir so'm pul bermagan, aka quloq qimirlatardi. Bunday qizi bo'lmaganda, Quloqimni qimirlatib bersam, hamma sinfdoshlar qiziqardi. bu ham Bir so'm pul to'lamagan bu mana. ham ana eshiga o'xshagan sanobar bu ham. Kimlardan qilaveradi ustoz? Sanobar bechora shuncha yil xizmatni qilgan eshakka bir so'm bermagan. Bitta rangini qizartirsa, u pul ishlarkan. Yo'q, bizda maktabda holat shunaqa bo'lgan. Yana bitta rus bola bo'lardi-da, unga har kuni uyga onalari pul berardi-yu, qaraydi-da pullariga. Sal kirroq, qiyshiqroq bo'lsa, yoqmayapti, beraveradi pullarni. Shunaqa holat. Shundan endi qiziq, Vladik pul oladi-yu qizargani uchun. Shundan bitta o'rta o'zbek bola aytdi-yu, menga dedi 20 tanga beringlar dedimi yo pulsiz dedimi? Qizarib beraman dedi-yu. Hammamiz darsda o'tiribmiz, shunda o'tirdi-da. Beta kuchaydi-ku. Qizil bo'ldi. Nima bo'ldi keyin? Bu juda ham yaxshi savol. Bu juda ham yaxshi savol. Zo'r. Nima qilgan? Abdurash, nima deb o'ylaysiz? Menimcha juda kuchayganda, qizarganda o'sha oxir nimaga olib keladi? Hozir sizdan boya menimcha yana azga bir narsa bo'lardi-da. Menimcha bunday bo'lgan, qarang. Qizargan u mana shu davleniya, mana shuncha odam bor-ku, o'tiribdi-ku. Shuncha odam davleniyasiga kuch bergani u har galgidan ko'proq qizarib olganda, Kuchanib olgan. qilgan. Keyin bir mali hayotida hech bo'lmagan narsa ko'ta paket teshilib, ko'ta po'q chiqib ketgan. Yo, chichib qo'yadi-da, boshqa nima qilish mumkin? Teshik bo'lgan deng avval. Da, endi Arqon kuchaygan. teshadi, tamom, ana ushlanmaydi, ana nima klapanlar ushlanmaydi-da. Havo yo og'izdan chiqish kerak yo boshqa joydan chiqish kerak. Qayerdan bilasiz? Menda bo'lgan shu narsa. Bular Sizda boshqa narsa bo'lgan, u anaqa deydi-yu. Treshna deydi, sizniki? Shu chichib qo'ygan bo'lishi mumkin-da, Siz nima deysiz? Adim endi, men tasavvurga kelolmayapti men. Tasavvurlarga keldi o'sha. Nima? O'sha siz mendek holat. Siz bersangiz mendek holat, to'g'rimi? Endi bo'lishi mumkin. Da, saniki chaqi? Yo'q, CV borgan bo'lishi mumkin. Qo'yimdagi. CV borgan bo'lishi mumkin. Choy to'kilib ketgan bo'lishi. Sumkasidagi choy to'kilib ketgan bo'lishi. Choy to'kilib ketgan bo'lishi mumkin. Ha. Siznikichi? Shu qo'shilaman shu kunlarga. Men ham bunga qo'shilaman qishiga. Bo'ldi, tayyormisizlar endi? Agar biz qo'shilamizku, ikkovimiz ham o'zi sariq shtovni bilamiz, sariqni bilamiz. Berda qo'shilmanglar, pardon orqasida. Samolarga yuring, amayli, hayr. Nima qilmagaylik, naski chiroyli ekanligi haqiqatan. Xo'p, qanaqa aslida nima bo'lgan? Aslida shu bola mana shunda o'tirganda, shunda partani o'tirganu, qattiq kuchayapti. Endi biz boyaga qiziqadiganlar, qizaradiganlarga qiziqadiganlar shu yerda o'tiribmiz-ku. Dars bo'tdi. Endi orqaga qarab turib, boyaga boshroq bo'lgan, davay. Qizil. Mana shunda o'tirdim. Chichvor. Chichvor so'mas. Yo, yana, men hammasi pul tashyapti. Davay. Yo, partani ushlab kuchangan ekan. Partani ushlab mana shunda kuchayapti-yu. Bir payt bor. Nimasi kulgili o'zi? Yo'q, shuni men просто приставка ko'rdim shunaqa. Приставка ushlaganman. Yo'q, nimasi kulgili? Eshitaylik. Ha, приставка deb kuchini Yo, qanday endi kulgili o'zi aytgan-ku, ana bola qizarib berardi, unga pul olardimi? U aytdi, "Voy, arzonlarga qilib beraman yoki." Undan zo'r kuchanaman, qizaraman degan. Shu sig'mayapti. Shu bola shunda partani ushlab qizarib turdimi? Dars paytida. Mana shunda qotib qoldi-da. Gup etib qoladi yerga. Voy. Hamma sip qo'ydi, u anaqada o'zidan ketib qoldi-yu. Opalarga bu medpunktdan anaqalar kelib turib uyg'otib, mana shok bo'lgan holat. Yaxshi, lekin bateriya bo'lmagan. Men o'shani aytmoqchi edim, davlina siz aytishingiz kerak edi o'sha. Men o'yladim-da shu narsani baribir. Ichimizda bitta bilimdon bo'lsa, Men nima demoqchiman, unaqa qizargan pulga arzimaydi, qizarmaydi. Unaqa holat uyda yoki maktabda qaytalab o'tirmaydi. Bilasizmi? Ham qizarmanglar va qizartirmanglar, iltimos. Pulga arzimaydi qizartirish. Men mana yondirmayapman, lekin yonyapti. Orqa taraf kuyyapti. Lekin jalka sanobar. Majbur soatim yechib o'tirman. Endi uning uchun kuchanish shart emas-da, u avtomatik kuyadi. Shuni aytmoqman, bir narsa qilib berish kerak. Unaqa kuchanish shart Yo, emas. muz bosib yuring siz har doim.
Qayerga muz bosib yuray? Orqaga. Nimaga? Foydasi yo'q. Keyin boya aytdingiz, orqadan puf etadi. U kapilyar etadi. Aka, meni orqama til tegizmang. Meni Kapilyar puf etgandan Meni keyin orqam yaxshi deydi aka. qarasangiz ro'z Maylimi? bo'ladi. Ko'ting chidasa o'yna, ko'ting chidamasa Jo'ra, meni ko'tim yaxshi deydi. Qaymi? chidaydimi? Meni ko'tim yaxshi deydi. Hamma joyda. Aka, siz unaqa demang, meni ko'tim yaxshi deydi. Hamma salnik ham yaxshi deydi. Chidamaydi. Chidasa o'yna, chidasa Meni o'ynama. ko'tim deydi. yaxshi deydi. Yo. Jo'ra, meni ko'tim yaxshi deydi. Jan unaqa uvering gapirib Yo'q, o'yini gapiraman. Katta-katta gapiraman. Yo'q. Ko'tim yaxshi deydi. Siz ko'tim yaxshi deydimi? Bu kar ko'p eshitmaydi. Quloqlar bu tomondan. Menga aytma bu tomondan Ha, gapir. o'zqara. Shakil so'raqani ko'tim yaxshi deydimi? So'raqani? Cheers aka, kattakon rahmat kelganingiz uchun aka. Juda ham zo'r, samimiy, maza qilli, choyxonada o'tirgandek bo'ldi o'zi ham. Bunaqasi bo'lmagan. Rozi bo'lasiz, ha, hamma hazillarga rozi bo'lasiz. Sizlar ham rozi Prosta hazil. bo'lasizlar. Biz Yo'q. prosta Yo'q. mayli, uzr, ana bu bildik, quloqingiz ish qilib yaxshi bo'lib ketsin, iloyim, shifo tilaymiz sizga. Xudo shifo bersin. Xudo shifo bersin aka. Lekin bitta quloq bilan yurish yaxshi. Ko'zdan oldin ko'rmay ekan. Xullas, hazil hammasi akajon, rahmat kelganingiz uchun. Da, men ham maksimal darajada harakat qildim. Qiziq bo'lish uchun o'zim hissam qo'shdim qo'ldan kelgancha. Yaxshi yomon, to'g'ri gaplarga rozi bo'lasizlar. Gap yo'q. Xayrli bo'lsin. Boshlagan ishinglar Xudo xolasa. Zal to'lsin, yana ham kelib bizga ham maza qilib dam oladigan joy bo'lsin, Xudo xolasa. Zo'r. Katta rahmat. Fantastik shouda, fantastik ko'rsatuv bo'ldi. Kattakon rahmat kelganingiz uchun. Ura! Ajoyib zo'r.